eldimizda katta zekash bo'lsa, lokatsiyasi ham zo'r tochkada bo'lsa, mashalloh gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum, bizning hurmatli obunachilarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar? Xo'p, aholi pulni yashab o'tiribdi. Bella Turk bazda va Turk bazining orqa tarafi, Turk bazining orqa tarafidan to'g'ri yo'l asfalt kirib keldik. Asfaltda mashinada keldik, cho'tki yo'l bilan keldik. Xo'p, shu yerda bir chal yerdan, shikant yerdan xudo xolasa 6 sotik uchash sotiladi, sroshniy sotiladi. Yine arzon shikant baho sotilsak, ro'za Ramazon oyida prosta video bo'lib qolmasin dedi. Xudo xolasa shu uchastka qarab birgan, yer qarab birgan bir yaxshi obunachimiz olsin. Xudo xolasa videolarimiz manfaatli, foydali bo'lishi uchun birdan like bosib qo'yasiz. Inshaalloh uchastka qarab birgan yaxshi bir jigaringizga tavsiya qilib qo'yasiz. Xo'p, eldingizda katta zikash bayna. Xohlasangiz bu yerda baliq tutib, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Endi bu yerdan yo'l tushadi dedi. Yer egasi aytdi, endi yo'l tushar ekan. So, birinchi emas, ikkinchi uchastka buniki ekan. Shundan polni proyektlari, nelar chertojlar chizib turibdi, tayyor dedi. 6 sotik yer, tayyor yer 6 sotik yer. Aholi polni yashab o'tiribdi yana. Polni ham yerda aholi yashab o'tiribdi bu yerda. Yer ama qo'mishal, joy ama qo'mishal dedi. Hammasi yana aholi baxtli yashab o'tiribdi. Xo'p, shu 6 sotik yer sotilajak, surish sotilajak. Bahasini olmasak, bir shikant baho, xudo xolasa shu ajoyib komment qoldirib qo'yasiz. Xo'p, egasi yana tartib, baka tartib video bo'lib qolmasin dedik. Chunki bu yerda video aytib o'tdilar, 7.000-8.000 dollar deb aytib video aytib o'tdilar. 5.000 dollar, 5.000 dollar. Undan yana o'tib beradi o yeram arzalar, xudo xolasa. 4 kil tumanimiz bellamanicha Ulug'bog', To'riq bazar Ulug'bog'mi, toza posyolk bellayni. Aholi pulni yashab o'tirdi. Gaz, svet hamma narsa bor bu yerda. Gazda umuman yo'q. Eldingiz zekash, endi yo'l tushadigan eldingizda zekash bor. Baliq tutib, maza qilib yashida yeringiz dam olinglar, bir dachani bosib berasiz. Xudo xolasa maza qilib dam olaverasiz bu yerda. Xo'p, ina yo'l girib keldinglar. Polni To'riq bazining arkasidan chiroyli bo'lib bir sement tashlab asfalt bo'lgan ekan, yo'q. Shunday girib keldinglar. Mana biladan pnevmat quyrug'ini qaptalansan polni pnevmat qo'yib, shu 6 sotik yer sotiladi. Pastda nomerini qoldiraman. Surosh bog'lanib, surosh bosib berasiz jigar xudo xolasa. Kim olgan bo'lsa, oladi bo'lmasam, kommentam men oldim emas. Zo'r ekan deb yozib qolsanglar, xudo xolasa men xursand bo'laman inshaalloh. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa, videolarimiz manfaatli, foydali shunday videolarni chiqarib boramiz. Shuncha kanalimizga obzorni obuna bo'lib qo'yinglar inshaalloh. Zekash katta, zekash. Imber katta yib ketgan. Oyang kichik bo'lib ketgan, imber katta ekan. Xudo xolasa. Chiqib qarab o'tirasiz. Ana mana qashqaldoqlar net seyrayapti. Endi baliqlar bo'ladi. Endi qazdirib berasizdan, hovuzalik baliq boqa berasiz inshaalloh. Gap bo'shingiz. Yana shu yerda 6 sotik sroshniy sotilajak, bosib beradi endi inshaalloh. Ro'za Ramazon oyida inshaalloh savob bo'lsin dedik. 5.000 dollar o'tib beradi yana ham bor. Xudo xolasa egasini telefonda bog'lansalar, olib beraversa inshaalloh. Sog' bo'lsa, olmasa, videolarimiz foydali bo'lsa inshaalloh like bosib, podeshkada bo'lsa inshaalloh.